O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, o'zbek estradasi yulduzi Kumush Razzoqova haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Otamni o'z ukasi pichoqlab o'ldirgan deydi xonanda. Kumush Razzoqova oilasidagi og'ir judoliklar va farzandli bo'lmaganidan afsuslanish haqida gapirib o'tdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, o'zbek estradasi yulduzi "Unutma meni", "Yomg'ir", "Men seni hech kimga bermayman" kabi hit taronalar muallifi Kumush Razzoqovaning ijodi nima sababdan sokinlashgan? Xonanda otasining fojiali vafoti, farzandli bo'lmaganidan afsuslanish hamda armonlari haqida gapirdi. Otamning ukasi uni pichoqlab ketgan deydi xonanda. Toshkentning Chuqursoy mahallasida tug'ilganman. Tug'ilishim bilan oilamizda Shekspirning tragediyasi bo'lgan desam ham bo'ladi. Men 9 oyligimda, opam esa 3 yosh paytida otamni o'z akasi pichoqlab o'ldirib qo'ygan. Onam esa 24 yoshida qo'lida 2 qiz bilan beva qolgan. Men otamni eslolmayman ham. Balki opam eslar, lekin u ham endigina 4 yoshga to'ladigan qizcha edi. Biz uni rasmlar, u haqidagi voqealar orqali taniymiz deydi xonanda. Otam juda yosh, 30 yoshida olamdan o'tdi. Onam bizni 10 yil davomida o'zi katta qildi. Chuqursoyda o'z hovlimiz bor edi. O'rik, jiyda, uzum daraxtlarimiz ishkomisiz bo'lardi. Hovlimiz yonidan anhor oqardi. Opam bilan suvga tushib, oqib ketayotgan olmalarni ushlab qolardik deydi xonanda. Bolaligimda qo'rqoq bola bo'lmaganman. Aksincha, tengdoshlarim bilan ko'chalarda o'ynardik, daraxtlarga chiqardik, tomlarga yugurardik. Hech narsadan cho'chimaydigan bolalardan edim deya eslaydi bolaligini Kumush Razzoqova. Kelinoyim bizni yetimcha derdi. Amakimning ayoli bizni yetim derdi. Hozir kulgim ham keladi. O'sha vaqtda albatta bundan xafa ham bo'lganman. Amakimning eshigini taqirlasak, kelinoyim mahallada duvdi gapdagi ayolga o'xshab chiqib, "Ha ana, yetimchalaringiz kelishdi" derdi. Amakim esa juda mehribon edi. Hayit bayramlarda bizga 3 rubldan berardi. Onam ishga borib kelgunicha bizga ammalarim qarab turardi deydi xonanda. Onam kechqurun 9 o'nlar atrofida sumkalari bilan uyga qaytardi. U sil kasalliklar shifoxonasining oshxonasida ishlardi. Ammalarim ko'rpacha qavur edi. Ular 6-7 yoshimda qo'limga igna tutqazgan, do'ppilar, ko'rpachalar sotib savdo qilishardi deydi Kumush Razzoqova. Kumush Razzoqovaning san'atga qaytishi uchun muxlislar qanday amaliy yordam bera oladi? Kumush Razzoqova sado ansamblining bastakori va ovoz rejissyori Vladimir Vramikov bilan oila qurgan. Juftlik 20 yil yashagandan keyin ajrashgan. Bastakor 2019-yilda vafot etgan. San'atda qaytishim uchun avvalo o'zimning xohishim bo'lishi kerak deydi xonanda. Ijodga pul kerak. Qo'limizda ishlaydigan odamlarga maosh to'lash kerak deydi xonanda. Rostini aytsam, prodyuserim, turmush o'rtog'im sado ansamblida kerak bo'lsa qo'limdan olib yurgan insonim tirik edi. Keyin arosatda qolib ketgandek, chuqur quduqqa tushib ketgandek bo'ldim deydi xonanda. Chunki nafaqat hayotda, balki ijodda ham didni, musiqani o'rgatgan inson olamdan o'tgach qanotsiz qolib ketgandek bo'ldim deydi Kumush Razzoqova. Nega ijod qilmayapsiz deysa, hayotimda juda ko'p yo'qotishlar bo'lganini aytaman. Sado ansamblidan boshlab ishlab kelgan raqqosam, qo'g'irchoqbozimiz bor edi. Jamoadoshlalarimiz birin-ketin olamdan o'tdi. Bugun ortga qarab, nimani boshqacha qilgan bo'larding deb so'rashsa, eng avvalo ayollik taqdirimga ko'proq e'tibor bergan bo'lardim derdim. Buni faqat yillar o'tib tushunyapman deydi xonanda. Shu sababli yuragim og'riydi. Hatto biz turmush qurganimizda 15 yil bo'lganida ham bir necha bor tushkunlikka tushganman. Yoshim o'tib ketyapti, vaqt o'tyapti. Men allaqachon farzandli bo'lishim kerak edi deb yig'lardim deydi xonanda. Ammo turmush o'rtog'im meni doim ishontira olardi. Oila, uy bularning hammasi unchalik muhim emas. Hayotdagi eng muhim narsa ish derdi. O'zi ham aynan shunday yashagan. U boylik orttiradigan odam emas edi. Na saroyi, na qimmat mashinalari bor edi. Topgan pulimizni barchasini
studiyaga saflardik. Yana sarmoya kiritishga to'g'ri kelardi. Shu bois u har safar pul topsa, uni yana ishga tikardi. Uning uchun birinchi o'rinda doim ish turardi, deydi xonanda. Bugun esa farzandli bo'lmaganimdan qattiq afsuslanaman, deydi Kumush Razzoqova. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.